أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abdullah ibn Ahmad Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yazgan Madalikut Tenzil ve Haqaiqut Ta'wil namlıq Tefsirun Nasafi degan isim bilan mashhur bo'lgan bu tefsir kitobining Baqara surasining Allah azza va jallaning qavli A'udhu billahi mineşşeytanirracim الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bunu kavliga keldik. Yani tercümesi olsa u sizlarni yaratgan Parvardigoringlar shundoq bir Allohki sizlarga zaminni bisot qilib bergan, osmonni turus qilib bergan va osmondan suvni tushirib, yomg'irni tushirib, u yomg'ir bilan sizlarga rizq berish uchun turlik meyvelerini chiqarib bergan zot Allohdir. Undoq bo'lgandan keyin u Allohga hech bir hamtangni, tangdoshlarni qilmanglar. Sizlar halbuki sizlar bilib turib, ya'ni sizlar bilib turib u Allohga shirk keltirmanglar dedi. Xo'sh, endi bu oyat kalimaning tafsiri qilaylik. Musannif rahimahullah oldi bilan bizga deydiki, Alloh azza va jallaning allazi ja'ala lakumul arda degan qavlining tafsirida aytadiki, ya'ni ja'ala lakumul arda degi ja'alaning ma'nosi sayyara degan ma'noda. Sayyara. Ja'alaning intayin ko'p ma'nosi bor. Ja'ala degan bu arab tilidagi eng mujmal bo'lgan, ma'nosi intayin ko'p bo'lgan fe'illarning biri. Ma'nosi intayin ko'p. Şu ma'nolarning biridan biri ja'ala degan sayyara, ya'ni aylantirdi. Qachon ja'ala sayyara ma'nosidan kelsa, bu chaqda ikki maf'ul chiqadi. Cho'qim ikki maf'ul bo'lishi kerak. Endi unda ja'ala lakumul arda degan birinchi maf'ul bo'ladi. Firasha degan cho ikkinchi maf'ul bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga yerni, zaminni firash qilib berdi. Yani zaminni degan birinchi maf'ul, firasha ikkinchi maf'ul bo'ladi. Yani firashga aylantirib berdi degan. Endi va mahallu allazi nasbun alal madhi deydi. Endi allazi degan ism mavsul, ama allazi ism mavsul mabni ala sukun. Ya oxirgi harf nima? Ya mabni ala sukun fi mahalli nasb. Nimaga binoan desa alal madhi. Fi mahalli nasbin alal madhi da'watu. Yani nima demakchi? Emdahu allazi ja'ala lakumul arda degan bo'ldi. Yani men sizlarga zaminni firash qilib bergan Allohni madihlayapman degan bo'ladi. Yoki madh desa axussu degan ma'nosi bo'ladi. Axussu allazi ja'ala lakumul arda. Men sizlarga zaminni, yani 5-dagi oyatga aloqa qilgan gap. Yani sizlar ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi xalaqakum. Sizlarni yaratgan, sizlardan ilgirkilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Ma u Rabbdan, ya'ni allazina axussu degan gap, uni sifatlarning ichida bu sifatni xoslayman. Yoki a'ni degan bo'ldi. A'ni allazi ja'ala lakumul ard. Hammasi madh deganning ma'nosida. Ya'ni men demakchi bo'lganim, ya'ni meniki ibodat qilinglar demakchi bo'lganim, sizlarga zaminni firash qilib bergan, ya'ni bisot qilib bergan, osmonni turus, o'yniki ma turus degan mana o'ynitib usti. Turus qilib bergan zotni demakchiman deb atadi. Qandaligim bo'lmasa mishada allazi nima shuni maf'uli bo'ladi. Ya'ni axussu yoki amdahu yoki a'ni degan fe'lning nima bo'ladi? Maf'ulun bihi bo'ladi. Shu sababdan buniki mahallisini deb o'ylaymiz, nasib deb o'ylaymiz.
ev raf'un bi idmarin. Anladın? Ev raf'un bi idmari huve deydi. Yoki ellezinin mahallesinin buluduğu raf' buluduğu huve degan isim yani damirni damir keltirishlan. Huve degan mubtada zamlandı. Huve degan mubtadani damir keltirishlan. Raf' buluduğu ucaqda degan bo'ldi. Huvellezî ceale lekumul arda. Yani o Allah. Yani sizlarni ve sizlarga yaratgan u Rabb bo'lsa sizlarga zaminni bisat qilib bergan, osmonni turist qilib bergan zot to'r deb aytamiz bu chog'da. Bu chog'da allazinining mubtada mahzufning xabari bo'ladi. Mubtada mahzufning xabari bo'ladi. Firashan degan bisatan taquduna alayha. Firash degan bisat. Asli firash degan ma'nosi ko'rpa degan gap, to'shak. Bunda o'tirib yotganda sep yotadigan to'shak. Ko'rpa deymiz biz. Siz nima deydi uni? Ko'rpa deydi. Ko'rpa deysan, ko'rpa to'shak degan. Ammo bu yerda bisat deb tarjima qilinmoqda, chunki buniki cho'ngligini. Zimma degan bir ko'rpa degan kichik yaman kichik. Bisat degan cho'ng kang-kangra. Kanglikni cho'nglikni ko'zda tutib nima deb aytdi? Firashqa bisat deb tarjima qildi. Ma'nosi ya'ni bisat degan bu mana. Masalan, gilam. Qanday so'z gilam bo'lamdi, kigiz bo'lamdi, chiqib uyga selinadigan narsaning hammasi nima deb atadi? Bisat deb atadi. Bisatan taquduna alayha va tanamuna va tataqallabun. Shu yerda agar firash bo'lgan bo'lsa nima deydi? Tanamun deb qo'yadi bas. Chunki firash degan odam yumush qiladi faqat uxlaydi, shundaymi? Lekin bu yerda ustida o'tiradigan va tanamun uxlaydigan va tataqallabun degan o'rilib cho'yadigan, bilib keladigan. Demak bu degan cho'ng bir bisat degan gap. Unda kichik bisat emas. Normal. Shunda bisat qilib berdi. Ya'ni sizlar ustida o'tira olasizlar, xuddi bisatning gilamning ustida o'tirgandek, uxlay olasizlar, xuddi ko'pning ustida uxlagandek va yurib kela olasizlar, xuddi tuzdanlik bir maydonda mang'algandek. Mushu jihatdan nima o'xshaydi? Xuddi firash ko'piga o'xshaydi. Xuddi ko'pidek. Demakchi bu o'qishcha bu istirohat degan gap bu. Tushunarmi? O'qitish. Yani xuddi ko'rpaga o'xshash, to'shakka o'xshash, xuddi bisatga o'xshash. Nima jihatdan o'xshaydi u? Ya'ni insonlarniki bisatning ustida odam o'tira oladi, uxlay oladi. Unga kang-kang bisatlarni bir kela oladi. Ya'ni demak, tufsida o'rilish oladi tuzanlikda. Xuddi shuningdek zaminni tufsida o'tira oladigan, uxlay oladigan, bir kela oladigan, anda tushib ketmaydigan. Anladın. Endi bu hozirgi astronomiya bilimleri, biyologiya bilimleri deganda masalan, yerning tortish kuchi bor deydi masalan. Yer shari yumaloq deb hozir olimlar kuzatib chiqdi-da, yer shari yumaloq ekan deb. Uni keynidan yer shari degan shu osmondagi olamni qaraganda bir kichikgina bir narsa. Yumaloq bo'lsa, uni teshamiz bo'sh bo'lsa, insonlar yer shari aylanib harakatlanib tursa, nima uchun insonlar masalan ustiga kelganda turib, ostiga kelganda tushib ketmaydi o? Nima ish qilib bo'lgan bu yerda turib, atsa ag berib qolmaydi o degan bir muncha savollar. Kelsa Alloh taolaning shu firash qilib degan bir oyatning o'zi hammaga javob bo'la oladi. Xuddi bir odam ko'pida yotgan odam shu obda urilishib yotgandagidek, xuddi bisatda o'tirgan odam aytib urilish olgandek, yiqab tushmagandek, Alloh taolo zaminda shunday bir tortish kuchi bor. İnsanlar o'qimaydigan, tugilib ketmaydigan, yiqab tushmaydigan, halkanda bu yerga ketib qolmaydigan, nihoyatda tekshi, yumaloq bo'lgan taqdirda intayin cho'ng bo'lganligi uchun inson tubda yashay oladigan, o'tira oladigan, uxlay oladigan, yura oladigan, bilib kela oladigan holatga qildi degan gap. Shunday hamma biologiya bilimlari shuni ichiga nima ketgan, jo'g'rafiya, biologiya, undan keyin astronomiya bilimlari hammasi o'sha ichiga kirib ketgan. Lekin bu yerdagi maqsad nima demakchi? Bizning u bilimlarga birlab ketish demakchi emas. Ular bizning mutaxassislar qiladi. Maqsad ya'ni bizga shunda katta ne'matlarni ato qilgan Rabbimizni tunib shu bir Rabbimizga ibodat qilishga Alloh taolo undayapti. Maqsad bu. Asosiy maqsadni bilish kerak. Ve huve mef'ulun thanin li ceala deydi. Yani bu firashen degan ceala'nın ikinci mef'ulu deydi. Ve leyse fihi delilun. Endi bu ayette ziminning tuz ekanligiga, tüz, yani taxtisiman ekanligiga yoki kuraviya degan to'psiman, yumaloq to'psiman ekanligiga, sharsiman ekanligiga
hiçbir delil yoktur. Neymiş? İdil iftiraş. Çünkü zeminni iftiraş degan töşek qilib bilish yoki zeminni bisat qilib bilish degan mumkinun ala taqdirayn. Zeminni yumaloq yer sharini to'psimon, sharsimon yumaloq degan taqdirdimi va yoki tubtuz musattah ya'ni taxtsimon tubtuzlanib degan taqdirdimi o'xshash iftirash mumkin bo'laveradi. Demak, biz insonni zeminda o'rnashalaydigan qildik degan gapdan zeminni tubtuz qilib berdik yoki nima qilib berdik, yumaloq qilib berdik degan gap chiqmaydi deyapti. Nima demoqchi musannif rahimahulloh desam? Ya'ni musannifning zamonisida İslami mufassila hammasi nima qiladi? Mufassila zeminni tubtuzlanlik. Anladın? Zeminni tuzlanlik deb tafsir etishgan edi. Faylasuflar zemin degan yer degan gap. Endi zemin degan yer degan nomi bor, zemin degan nomi bor. Zemin degan burunqi, qadimgi nomi. Hozirgi zamonimiz yer deymiz endi. Qadimgi turk tilida zemin deydi. Ya'ni ard deb kelsa ustozlarimiz zemin deb o'tib kelgan boshqa qancha qadimiy so'zni ishlatsa, Qur'on tafsiriga shuncha nima chiqadi yaqin. Endi şu musallim zamanski müfessirler hemmisini tercüme qilgan zeminni tuzlanlik deb. Onun keyin shu faylasuflar, fanni olimlar shu vaqtdan o'zida ham aslini mesela munajjim deydigan, yulduzlar qaraydigan falakshunoslar nima degan yumaloq degan edi shu vaqtda. Lekin uchoqda bir gumoniy ya'ni hammasi ishorat bilan keskin oyat yo'q uning. Alloh taolo yumaloq qildik yoki tubtuz qiladi degan keskin oyatning ma'nosini ishorat bilan chiqaryapti. Bir-birlaridan. Shu vaqtning o'zida islomiy mufassir ulamolarniki yumaloq deb tarjih berganlik uchun shu vaqtda nurg'ul olimlar nima deb yumaloq deb keskin hukm qilishgan. İşaret bilan. Ammo bundan kafirlik nima tafsir Jaloliddinmi bundan da aqidaga masala daxl yetkazmaydi, ta'sir yetkazmaydi deb o'tib ketgan. Endi keyingi hozirgi zamonga kelganda degan taraqqiyot, fan texnika taraqqiyot qilgandan keyin olimlar o'z kuchlari ko'rib zeminniki haqiqatan yumaloq ekanligini bilgan. Demak, Qur'oni Karim hech qachon xatolashmaydi. Qur'oni Karim hech qachon xatolashmaydi. Ammo xatolashligini kim? Mufassirlar xatolashib qolishi mumkin. Nimishqa lekin hammasi zeminni yumaloq deb yer sharini tubtuz deb hukm qilgan mufassirlar xatolashdi demaymiz. Nimishqa shu zamonga nisbatan to'g'ri. Endi hozirgi zamonda o'z ko'zimizdan ko'rib, olimlar hammasi fan texnik bilan zeminning yerning yumaloq ekanligini ko'rib bo'lgandan keyin meni yo'q tuzlanlik deb o'ylashim deb atadi bu. Bu bir nadonlik, mutaassiflik. Yani bu bizning aqidamizga hech qanday nimaga tekkizg'ish emas. Dog' yetkazadigan, ta'sir yetkazg'ish emas. Yumaloq bo'lsinmi, tubtuzanlik bo'lsinmi, Alloh taolo tubida inson o'rnashtirgan qiladi bo'ldi. Maqsad biz shu yaratgan Rabbimizni tunish maqsadimiz. Hargiz bu yer shar yumaloq so'qi deb talish emas. Nima bo'lsin, so'qolamda yumaloq qo'lamda ishimiz yo'q. Bizning ishimiz shuning ustida bizni o'rnashadigan qilib yaratgan zotning qudratini bilish. Anladin? Hozirgi olimlarimiz yer sharni yumaloqni bildi dedik, lekin bilgan bilan kafirlar yer sharning yumaloqligini bildi, lekin shu yumaloq qilgan kim? Ani bilmadi da, yine uni nadon deymiz. Aqlli degan kim? Shuniki yumaloq yaratishdiki qudratni tunib, bunda qudratli kishi bizni yaratgan. Biz buniki nima yaratgan, bizni nima vajini yaratgan deb shuni izlanish kerak izlanguvchilar. Haqiqiy izlanguvchi shunday izlanish kerak. Nima deyapti? Shunga musannifning naqadar mujtahid ekanligimizni bir shart kesib o'tmay nima deydi u? Bu oyatda zeminniki yerning tuz yoki yumaloq ekanligiga hech bir dalil yo'q. Chunki har ikkala taqdirda yumaloq bo'lgan taqdirdami, tuz bo'lgan taqdirdami, zeminning ustida urilishish mumkindir. Xo'sh, vas-samaa binaa. Va osmonni turus qilib berdik deydi. Vas-samaa binaa degan ay saqf. So'quf, ko'pchilik so'quf bo'ladi, birlik shakli saqf. Saqfga uyning turusi. Uyning o'g'zisini sath deydi. Tashqari tarafini sath. İçki tarafini üst tarafini nima deydi? Saqf deydi. Ma'ni jidar, temi. Ma'ning asas uli, zemini. Uyning tigi. Maya temi, bu üstücü turus. Xuddi
Bu öyniki asman nimaga o'xshaydi? O'yning turusi o'xshaydi. Anladın? Yerço öyniki tigiga o'xshaydi. Ya'ni nima degan gap degan gap xuddi o'yniki turusi o'yga tushib ketmagandek. Alloh taolo bu osmonni nima qilmaydigan, tushib ketmaydigan qilib yaratdi. Yeni bir kechu xuddi turuslar öydeki adamlarni qo'g'dab osmondan yomg'ir, tosh nima yog'sin, mina tushsin qo'g'dab qolgandek, osmon yerni shunda qo'g'dab turadigan nima? Qo'g'dab turadigan bir mudofiachi, yana birga nimachi? Tushib ketmaydi. O'yniga o'zi tushib ketmagandek. Uni kenidan masalan hozir sizniki astronomiya bilimlarida 60 besimi deydigan narsalar bor. 60 besimi. Ya'ni bu osmondagi, bu yer sharidagi qatlamlarda necha xil havo bor degan gap masalan. Anladın? Shu nima to'sib turadigan, tortish kuchi degan bu yana fan texnik gaplari. Shu hammasi Qur'oni Karimning ma'nosi shunchalik bir inchki ma'no ekanki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida qiyomatga qadar buni Qur'oni Karimning ma'nolarini doktor Zakir Naik degan doktor nima deydi? Qur'oni Karimning 20% ma'nosini hozircha ish bo'ldi, ish bo'lmadik. 80% ma'nolari saqlab turyapti, tadqiqotda deyapti. Fan texnik uchiqqandek taraqqiy qilsa, qiyomatga qadar Qur'oni Karimdagi ma'nolarini ish bo'lmaymiz deyapti. Buni inchkamda. Allohu a'lam. كقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. Allah Teala yani bir ayette Sure Enbiya'nın 32. ayetinde biz asmanni saqlangan turus qilib qo'ydik, ya'ni tushib ketishdan saqlangan turus qilib qo'ydik deydi. Va huwa endi bina va samaa binaa degandiki bina nima? Masdarun summiya bihil mabni. Ya'ni mabna sanıldı, mabna asli. Summiya bihi al mabna sanıldı. Yani bina qilingan. Anladın? Asli masdar, bina degan bina'in masdar, lekin bu masdardan nima ataldi? Mabni ism maf'ul. İsmi maf'ul. Bina qilingan turus, bina qilingan uy, bina qilingan turus degan bina'ning ma'nosi mabni degan gap. Yani osmonni sizlarga mabni bina qilingan qilib berdi. Bina qilingan degan xuddi bir turusdek tushib ketmaydigan mahkam qilib berdi. Asliga narsa qo'llab turadigan va tushib ketmaydigan mahkam qilib berdi degan bo'ldi. Hammasi istara. Xo'sh. Allah Teala dedi ki ve enzele mines semai ma'a. Yani o Allah şundak bir Allah'tır ki sizlerge asmandan suni çürüp belgen, yani su degan nima? Asmandan chiqqan su degan nima? Matar, yomg'ir. Yomg'irni chürüp belgen. Fa akhraja bihi, asmandan yomg'irni chürüp u yomg'ir orqali türlük meyvelerni chiqarib bergan deydi. Bilma bu su bilan türlük meyvelerni chiqarib bergan zotdir. Naam, ha, shundoq. Xurujus samarat, meyvelerning chiqishi bi qudratihi, Alloh taolaning qudrati bilandir va Alloh taolaning xohishi bilandir va Alloh taolaning ijod qilishi bilandir, ya'ni yo'qlikdan barliqqa keltirishi bilandir. Walakin biroq Alloh taolo ja'alal ma'a sababan fi xurujiha. Alloh taolo suni nimaning chiqishida shu meyvelarning chiqishini qilibdi, sababchi qilibdi. Xuddi kama'il fahli fi xalqil walad. Ya'ni erkakning suyi balaning yaratilishiga sabab bo'lganidek. Balaning turilishi, yaratilishiga erkakning suyi sabab bo'lganidek. Ve huve qadirun. Halbuki Allah subhanahu ve taala ve tekaddes hammasini hiç qandaq bir sebepsiz paydo qilishga qodirdir. Alloh taolo hech bir sababsiz paydo qilishga ham qodir. Kama ansha'a nufusal asbabi vel mawad. Xuddi go'yoki sabablarning o'zini mavad degan ko'p maddatini ko'p shakli, ya'ni moddalarning o'zini hech qanday sababsiz paydo qilgandek. Masalan, tuproq sebepler mesela. Aslında şu yağmur degan su nima dedik, sebep dedik. Suni nima paydo qildi? Sebepsiz paydo qilmadi. Tamam. Tuproq deymiz. Tuproqni nima paydo qildi? Nima sabab bo'ldi? Tuproqning paydo bo'lishiga nima sabab bo'ldi? Sabab yo'q. Tuproqning paydo bo'lishiga hech qanday sabab yo'q. Yaratuvchi Alloh. Shundami? Xuddi shuningdek Alloh agar xohlasa edi, meva-chevalarni, ya'ni suvsiz, hech bir sababsiz ham yaratib berar edi. Amma Allah Teala
bu dunyodagi joriy bo'lgan odati bo'yicha nima qildi? Sababga bog'lab qo'ydi. Amaliyotni paydo qiluvchi, yaratuvchi Allohdir, ammo sababchisi sudir. Shuni bilish kerak. Bu faqatdan bir sabab. Lekin sabab degandan keyin nima bilamiz? Buning hech bir ta'sir kuchi yo'q. Sabab degandan keyin nima bilamiz? Buning ta'sir kuchi kimda? Allohda. La havla va la quvvata illa billah. Lekin bu sababchi. Biz sabab qilishga buyurildik. Biz sabab qilishga buyurildik. Shuning uchun sabab qilamiz. Anladin? Demak, o'tib Alloh taolo ba'zi mevjud degan bo'lib ketay deb suvni etizga suvni boshlamasa, etizdan suv chiqmaydi. Suv mevjud unmaydi. Demak, sabab qilishga Alloh taolo sabab qildi, sabab qilishimiz kerak. Allohning buyrug'i bo'lsa sabab qilamiz, tavakkalni Alloh qilamiz, Allohni tilaymiz. Suvni tilamaymiz. Allohni tilaymiz. Tushunarlimi? ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجا براق الله تعالى في إنشاء الأشياء مدرجا لها من حال إلى حال يعني الله تعالى şeylerini tedrici bir halatdan bir halatga yetkigen bir mertebeden yana bir mertebege tedrici yetkigen halatda paydo qilishida hikemen degan va inna lakinnaniki خبر قاسي له خبر مقدم حكما شو مبتدا مؤخر جنرال حكما مبتدا مؤخر بلاك الله تعالى شيء الان تدريجي برحلة تدريجي asla يتكب bir mertebe يتكب paydo qilishida sabablarga bog'lab turib paydo qilishida nima bordir? Hikaman degan nurg'ulg'an hikmatlar bordir. Biz biladigan bilmaydigan va ibaran degan nurg'ulg'an ibratlar bordir. Kim uchun? Linnuzari bi uyunil istibsar degan gap marifat ko'zlari bilan qarovchilar uchun. Istibsar degan gap bizda basar degan ko'zning ko'rish. Ko'z bilan qarash degan gap. Istibsar degan cho basira. Basira degan gap qalb bilan qarash. Aql ko'zi bilan qalb ko'zi bilan qarashni deb ataydi, basira deydi. Qalb ko'zi bilan ko'rishni, dil ko'zi bilan ko'rishni, aql ko'zi bilan ko'rishni basira deydi. Buni nazar doirasi deb qo'yamiz. Nazar doirasi. Ama köz bilen var, közümüzdeki, iki közümüzden karşısında neydi? Basar. Şunu anlamı? İstibsarın marifeti, basira manasında. Yani dil közü bilen, akıl közü bilen qarab nazar qiluvchilarga bu nurg'ulg'an hikmat, nurg'ulg'an ibratlar bordir. Xo'sh. Endi huwa min min as-samarat deydi. Yani Allah Teala'nın mine's-semerati degan qavlidagi min harfi min lit-tab'id tabiz uchun yani meyvelerning bir qismi degan bo'ldi. Meyvelerning ba'zisi degan bo'ldi. Avlil bayan yoki meyvelerden iborat bo'lgan yoki bayon uchun yoki meyvelerden iborat bo'lgan degan bo'ldi. Rizqan degan nima? Maf'ulul lah. Rizqan degan maf'ulul lah. O chaqda imkoniyat min lit-tab'id. Agar Bijadiki min tab'id uchun bo'lsa rizqan maf'ulul lah bo'ladi. Nima deymiz chaqda? Fa akhraja bihi Alloh taolo bu yamursi bilan minas-samarati rizqan degan ya'ni minas-samarat degan mevalarning har turli mevalarning bir qismini rizqan degan gap sizlarga rizq qilib berish uchun nima qildi? Fa akhraja bihi yamurni nima? Rizqi qilib berish uchun chiqarib berdi. Yomg'ir suvi bilan mevalarning hammasi emas, bir qismini. Mevalarning bir qismini sizlarga rizq qilib berish uchun chiqarib berdi deb aytamiz. Va maf'ulun bihi. Bu yerdagi rizqan maf'ulun bihi bo'ladi. Li akhrajaning maf'ulun bihi bo'ladi. İmkoniyat lil bayan. Agar bayon uchun bo'lsa, min as-samarat agar bayon uchun bo'lsa, maf'ulun bihi bo'ladi. O'chaqda nima aytamiz? Alloh taolo bu yomg'ir suvi bilan türlük mevalardan ibaret bo'lgan rizqni chiqarib berdi sizlarga. Rizqan degan sizlarning rizqinglar. Türlük mevalardan ibaret bo'lgan sizlarning rizqinglarni chiqarib berdi. O'chaqda rizqan lakum rizqakum demaymiz. Ya'ni sizlarniki marzuqan lakum. O'chaqda nimaniki ya'ni sizlarning rizqinglar bo'lgan türlük mevalardan ibaret bo'lgan sizlarning rizqinglarni yomg'ir suvidan chiqarib berdi demaydi inshaalloh. Va innama qila, xo'sh, endi bu yerda bir savolga, e'tirozdan bir javob innama degan.
Qanday itiroz desanglar, bilsa ko'p. Nimishqa Alloh taolo bu yerda samarat dedi. Nimishqa ya as-samar deb keltirmadi yoki as-simar min as-samar aw min as-simar deb keltirmadi, nima uchun min as-samarat deb keltirdi. Bu nima degan gap sana? Endi demak cho'g'ini savol itiroz bildiruvchini. Asli samarat degan nima? Jami muannas salim. Tushundingmi? Samarat. Jami muannas salim. Jami muannas salim degan nima demo savol sizlarga hozir. Jami muannas salim degan jami qillatmi yo jami kasratmi? Jami muannas salim degan jami qillatmi, jami kasratmi? İstek yerden kolay yeni bir. Yani thalatatu eşcarin, thalathu şeceratin, tis'atu eşcarin, tis'u şeceratin. Şunu mu? Aşara. Şutun tatıp onğıca işletildi. Nima? Cemi muannas salim hem. Cemi muzekker salim hem. Demek cemi qillatning faqat 4 tane nimasi var. Cemi qillatning 4 tane vazni var. 4 vazni var. Uni keyinidan cemi muzekker, cemi salama mushu 4 vaznga qitiladi, 6 vazn bor degan bo'ldi. Qolganlar hammasi cemi kasrat. Qolgan vazni hammasi cemi kasrat. Yomonchiq cemi kasrat. Uni hisoblab olmaymiz. Lekin cemi qillatning 4 vazni qolsa, biri nima? Thawbun, athwabun, af'al, af'ilatun, adviyatun. Uni keyinidan sabiyun, sibyatun, fi'latun. Yani böyle endi mushu 4 tane vazniki ikkisi jami salomat. Bumi nimaga sabab bo'ladi? Ozliq jamisiga sabab bo'ladi. Faqatlam buningga alif lam kelgan vaqtida, alif lam bilan kelsa, shu joyda jinslik jihatdan yoki istig'roqlik jihatdan nima o'zgaradi? Jami kasratga o'zgaradi. Bo'lmasa nekirlik holat kelganda burada jami qillatlik holati bo'ladi. Endi menda bir savol so'rab demishqa meva degan shuncha jiq tursa, meva degan shuncha jiq tursa, soni yaddi hisob bo'ladi. Demiş Alloh taolo minas samar deb ko'p jamisda yoki minas simar deb ko'p shaklda keltirmay, minas samarat deb ozliq jamisda keltiradi deb savol so'rayapti. Savol so'radi, Musanna buni javob berib davom etdiki, وإنما قيل الثمرات الثمار değilmey ثمرات değildi. Ve in kana الثمر المخرج بماء السماء. Yağmur suyu bilen çıkarılgan meyveler intayin köp nurgun bozumu. Azıcık cemiz getiriyor. Demiş ki ennel murade biyadiki الثمرات murad deme cemaatut semara. Meyvenin köptüki. Değil mi? Meyvenin köptüki meyve cemaati. Yani türü. Meyvelerin türleri demekçi. Enva'ut semar. Meyvelerin türleri. Yani şunu ne etmez? Bunu biz meyvelerin demeyimiz. Türlük, xil meyvelerin demeyimiz. Xil meyvelerin. Çünkü ne çıkıl oğandık bu çağda semer simar ifadelemeydiğin manını ifadeleydi. Mav semerat yani türlük mav meyvelerin türü bu xil türlük meyvelerini çıkıp durur. Xil meyvelerini çıkıp durur da bundan manetimiz. Ve li ennel cumu'a yema bir sebep. İkinci sebep olsa ve li ennel cumu'a şu sebepteki cemiler yetaaveru ba'duha mevki'a ba'd bazısının ornuğa aliyet gelip işletilir. Bazısının ornuğa işletilir. Mesela semerinin ornuğa semerat işletsin buludu. Simarın ornuğa semer işletsin buludu. Yani birbirinin ornuğa işletilir. Köçmü alette birbirinin ornuğa işletilir. Bundan da bir mesele yok. Demiş kadzel litikaiha fil cem'i. Hemmisi ne göre birleşedi o? Cemilikte, köprükte birleşkelik için bazı da semer işlerse, bazı da simar işlerse, bazı da semerat işlersin bulur. Demek iki kıl sebeplerini cevap verdim sen. Ben koşup koyduğum sebep olsa elif lam bilen, elif lam, el cins bilen bu köprükünü kolu götürerek. Anladın? İstigrak bilen ya ki bunu elif lam istigrak deyimiz ya ki elif lam cins deyimiz. Her iki cihetten köprükünü kolu götürerek. Hem demeydi ki minni eğer teb'i de koysak elif lamda çağda cins için desek yaxşı olur. Eğer minni bayan için desek o çağda elif lamda istigrak için desek takımı muvafık gelir.
Lakum. Lakum ay lakum Allah azze ve celle'nin lakum degan qavli rizqan lakum degan sifatun jariyatun ala rizqi in ulida bihil aynu. Demek bizga nima deyapti musannif beshida? Amdus lakum degan sifat jariya ala rizq. Rizqqa jariy bo'ladigan sifat. Sifat jariya ala rizq degan gap bu yerda diqqat qilinglar. Sifatun rizqning sifati deb qo'ymay sifat jariya deb qo'ygandan keyin bu yerda bir gap bor degan gap. Ya'ni demek bu lakum degan jar ve mecrur. Jar mecrur degan davomli bir narsaga mutaalliq bo'ladi. Nima? Davomli. Demek bu nimaga mutaalliq desa, rizqning sifatiga mutaalliq. Ya'ni nima bo'ldi? Rizqan min as-samarati rizqan degani bu yerda rizq degan ism. Ism masdar olmaymiz. Ya'ni marzuq. Marzuq degan ma'noda marzuqan kainan lakum degan bo'ldi. Marzuqan kainan lakum. Lakum kainan degan nimaga mutaalliq. Rizqanning sifatiga. Chunki jari sifat deydi shu sababdan. Shu rizqan degani rizqan kainan lakum. In urida bihil aymat rizq bilan ayn degan gap rizqning o'z ayni iroda qilinsa, buni masdar iroda qilinmay, rizqning o'z ayni iroda qilinsa. Masalan, u joqda ma'noni qanday aytamiz desanglar? Ya'ni Alloh Taala masdar degan vaqtimizda nima dedik? Masdar degan vaqtimizda bayon uchun bo'ldi dedik shuni ama masdar degan vaqtimizda beshida. Minas samarati rizqalakum degan minas samaratni maf'ulun bih bo'ladi agar bayon uchun bo'lsa dedik minni. Shunda ama agar tabiiy uchun bo'lsa maf'ulun lah bo'ladi dedik. Xo'sh, endi biz bayon uchun deymiz, ha? Mana minas samarat bayon uchun. Bayon uchun bo'lganda mevalardan iborat bo'lgan rizq ne dedik, ha? Rizq ne deb jo'da rizqni nima oldik? Ya'ni ism oldik, masdar oldik. Mevalardan iborat bo'lgan rizqni chiqarib berdigan degan, ya'ni o'chad lakum nima deymiz? Minas samarati rizqan kainan lakum. Rizqan kainan lakum minas samarat. Ya'ni sizlar uchun bo'lgan bu joqda nima deydi? Lakum nima bo'ladi? Nima deydi? Lakum maf'ulun lah bo'ladi bu joqda. Ya'ni sizlar uchun bo'lgan rizqni mevalardan iborat bo'lgan sizlar uchun bo'lgan rizqni chiqarib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlar uchun bo'lgan mevalardan iborat bo'lgan rizqni chiqarib berdi. Sizlar uchun bo'lgan mevalardan iborat bo'lgan rizqni chiqarib berdi. Shunaqmi? Unda ma'no deymiz. Ve in ju'ila isman lil ma'na fa huwa maf'ulun bi. Ucaqda agar nima qilinmay, ayn qilinmay, ism qilinmay masdar qilinsa. Bugungi zamonda musannif zamonasida masdar degan gapni chiqishlatmaydi. Ismul ma'na deb tushunadi. Sizlar imom aqida kitobini o'qinglar. Nima dedi? Ismul ma'ani dedi. Shunaqmi? Alloh taolaning ismi sifatul ma'ani dedi. Ya'ni demakchi bo'lgani masdar demakchi. İsmul masdar demekçi. Me'adimi nima demekçi hozir? Ismal lil ma'na degan masdar demekçi. Hozir keyingidan masdar degan istiloh keyingidan istilohi. Agar va in joyda ismal lil ma'na ma'nini ismi qilinsa, ism masdar qilinsa, fa huwa maf'ulun bih. Bu maf'ulun bih bo'ladi. Bu joqda lakum maf'ulun bih bo'ladi. Ka'annahu qil rizqan iyyakum degan bo'ldi. Rizqan iyyakum. Bu joqda min as-samarati min tabiiy uchun bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo osmondan sizlarga yomg'irni tushirib, u yomg'ir orqali turli mevalarning bir qismini rizqan lakum ya'ni mevalarning bir qismini sizlarga rizq qilib bergan. Rizqakum sizlarning rizqingni qilib bergan zot degan bo'ladi. Turli mevalarning bir qismini sizlarga rizq qilib bergan zot Allohdir. Rizqan deganda maf'ulullah dedik shunama? Maf'ulullah dedik. Undan keyin sizlarga rizq qilib berish uchun tüm mevalarning bir qismini chiqarib bergan zotdir. Sizlarga rizq qilib berish uchun shu razaqa iyyakum deydi. Rizqakum deb degani. Ya'ni sizlarga rizq qilib berish uchun mevalarning bir qismini chiqarib bergan, yomg'ir suvi orqali chiqarib bergan zotdir deb aytamiz.
Xo'sh. Fala taj'alu lillahi andada. Anda bo'lgandan keyin fa'dagi fa'ga anda bo'lgandan demaydi. Unda bo'lgandan keyin ya'ni Alloh taolo sizlarga shunday katta ne'matni ato qilgandan keyin sizlar Allohga nimani fala taj'alu lillahi andada. Alloh taologa hech bir hamtanglarni, tang tushlarni, tangdoshlarni qilmanglar. Hamda huwa mutaalliqun bil amr. Miyadagi fala taj'alu lillahi andadan degan Alloh taoloning qavli amirga mutaalliqdir. Amr degan qolsa 5 oyatning 5 oyatga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ubudu rabbakum degan amirga mutaalliq. Ya'ni anda bo'lganda ma fala taj'alu degan anda bo'lgandan keyin deb ma'no etmaymiz inshaalloh. Anda bo'lgandan ma'no etmay buni nimaga bog'laymiz? Oyatning 5 oyatga bog'lab sizlar Rabbinglar sizlarni yaratgan, sizlarni ilgari qatib ularni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Uningga ibodat qilgandan keyin fala taj'alu lillahi andada degan uning hech bir shirkni keltirmanglar degan bo'ldi mana inshaalloh. Ey ubudu rabbakum fala taj'alu lillahi andada. Rabbinglarga ibodat qilinglar. Rabbinglarga ibodat qilgandan keyin uning shirk keltirmanglar degan bunda ma'no chiqdi. Nima ish qildi? Anna asl al-ibodat chunki ibodat qilish deganning asl ibodatning aslisi uli tavhiddir. Sizlar Rabbinglarga ibodat qilgandan keyin Allohga shirk keltirmoqchi chunki ibodat degan nima? Tavhid demakdir. Ibodatning asosi, negizi, yadrosi tavhiddir. Va alla yuj'ala lahu niddun va la sharik. Ibodatning asli tavhiddir va uningga hech bir hamtang va hech bir shirk qilinmasligidir. Va yajuzu an yakuna amda. Yani men depagan ikinci ma'nam bu. Yani allazinin raf'an ala al-ibtida. Muqtadalik binaen rafi bo'lish ham joiz bo'ladi. Va yajuzu an yakuna allazi raf'an ala al-ibtida. Biz nima degan tugan beshta? Anda biz beshta nima degan tuk? Allazina mubtada mahdubni xabar degan-ka, allazina. Vallazi ja'ala lakumul arda firashan deb. Endi allazina biz mubtada mahdubni xabar qilmay, allazini o'zini bevosita mubtada qilsak bo'ladi deydi. Allazi sizlar allazi mubtada qilib bu joqda allazi ja'ala lakumus samaa firashan sizlarga osmonni firash qilib bergan, sizlarga zaminni firash qilib bergan. Allah ja'alakum arda firashan va samaa bina osmonni bino qilib bergan. Sizlarga osmondan suvni tushirib, u suv orqali sizlarga turli meva-chevalarni sizlarga rizq qilish uchun chiqarib bergan. Bu Alloh deb bilib, o'chadi buni xabari, bu mubtadaning xabari fala taj'alu lillahi andada. Alloh deb bilib, u Allohga hech bir hamtangni qilmanglar, Alloh shirk keltirmanglar. Nima uchun fa kelib qoldi deymiz? Fa degan mubtada xabarni fa kelmaydi desa, bu yerdagi fa, bu yerdagi bu oyatning mubtada nimani o'z ichiga olgan, shartning ma'nosini o'z ichiga olgan. Shartning ma'nosini o'z ichiga olgan. Ya'ni sizlarga shunday qilib bergan Alloh, ya'ni idza kana huwa alladhi fa'ala hada, ya'ni shunday katta ne'matlarni bergan zot Alloh bo'ladi ekan, Alloh bo'lgan bo'lsa, nima ma'no? Fala taj'alu lillahi andada. Alloh taologa sizlar shirk keltirmanglar degan, ya'ni bu yerdagi nima shart ma'nosi biz muqaddar, ya'ni tigida ma'nosini yetadamman deymiz buni. Buni dalalatu tadammun yo'li bilan topamiz. Dalalatu tadammun yo'li bilan shuni biz bilamiz. Nima aytilmaydi? Fala taj'alu va xabaruhu degan bu mubtada xabari o'zi fala taj'alu bo'ladi va fa'ning kelishi nima uchun bo'ladi? Li'annal kalama yatadammanul jaza. Chunki kalam bu jumla jazoni o'z ichiga olgan. Jazoni o'z ichiga olgan degan gap, ya'ni shart ma'nosi bor beshida. Shart ma'nosi olgandan keyin mayadagi fa xuddi bir vajhdan xabar, yana bir vajhdan ash-shartning nimasi jazosi bo'lgandek qilib keladi deydi. Ya'ni allazi haffakum bi hadhihi al-ayatil azima. Ya'ni sizlarni shunday katta oyatlar, mo'jizalar, qudratlar bilan qo'rshab olgan va dalailin nabiyni va dalail an-nayyira nurluq dalillar bilan vahdaniyatga guvohlik bo'ladigan, vahdaniyatga shohid bo'ladigan, guvohchi bo'ladigan, Alloh taolaning birligiga guvohchi bo'ladigan nurluq dalillar bilan qo'rshab olgan zot Alloh shunda bo'ladi ekan, bunda bo'lgan ekan. Fala tattakhidu lahu shuraka. Unga hech qachon shirk ittihoz qilmanglar. Unga shirk keltirmanglar degan bo'ldi. Xo'sh, va niddu nid degan nima bo'lsa, nid degan misl, o'xshagan. Nid demasi, biz deymiz tanglash deymiz. Tang-tang, ham tang deb qo'yamiz. Bu hozir zamonda tang-tush, tangdosh deb qo'yamiz. Hamma jihatdan o'xshaydigan. Ya'ni bir bo'lsa, uni o'rnini basa oladigan,
Onun o'rnini o'tab tura oladigan, o'rnini to'ldira oladigan degan. Nid degan emasmiz. Va la yuqalu illa lil muslim muxalif al munafi. Nid degan muxalif degan xilof qarama-qarshi chalaydigan munafi degan gap, ya'ni zidlashalaydigan, dushmanlashalaydigan, qarama-qarshilashalaydigan mislga nid deyiladi. Anda qarşılaşmaydigan, qarşılaşmaydigan misilga nid deyilmaydi. Ve mana qavlihim anda olsa ularniki Araplarning laysa lillahi alimlar laysa lillahi niddun ve la niddun degan qavli çoğu da bir savol birisi savol keltirsa anda olsa nid degan qarama-qarshilashalish kerak, o'xshash bo'lishi uchun desangiz, amisi bu yerda nid Alloh taolaning niddimi yo'q, diddimi yo'q degan gap bor. Yani demek ikisi emas, o'xshashmaydi ekan degan ma'noda deb qolsa, bu chaqda ikkisi yolg'iz niddun degan, yolg'iz kelganda misl va muxolif al munafi degan ma'noni chiqaradi. Agar ikkisi birga kelib qolsa, niddun degan niddan birga kelib qolsa, bu chaqda niddun degan ma yasuddu masadda, niddun degan cho ma yunafi degan ma'no bo'ladi. Ya'ni niddun deganning bu chaqda bu yerdagi niddun va la niddun degan ma'nosi nid degan ya'ni Alloh taolaning uning o'rnini to'ldira oladigan narsa. Alloh taolaniki niddi yo'q degani Alloh taolaniki o'rnini to'ldira oladigan bir tangdishi yo'q. Va nafi ma yunafi va Alloh taolo bilan zidlashaladigan, degan zid degan Alloh taolo zidlashaladigan, qarshilashadigan bir raqibi ham yo'q. Alloh taolaning o'rnini to'ldira oladigan bir vakil mutlaqi ham yo'q. Nima? Alloh taolaning qarshilashadigan zid raqibi ham yo'q degan bo'ldi ma'nosi. Lekin yolg'iz kelganda hamma ma'no chiqadi nid degan. Alloh taolaning tangdishi yo'q degan, Alloh taolaning raqibi yo'q, Alloh taolaning tangdishi yo'q, Alloh taolaning o'xshi yo'q degan. Va antum ta'lamun. Va antum ta'lamun degan vav hali mishadiki, va antum ta'lamun nereden hal desanglar? Fala taj'alu lillahi taj'alu antum. Antumdan hal. Yani faildan hal. Sizlar bilib turib, yani bilib turgan holatinglarda Allah'ın şerikini keltirmanglar degan bilib turibsizlar. Sizga ahli nima demoqchi? Siz degan bir biladigan aql sizlar, hayvon emas sizlar. Hayvon emas, aqlsiz hayvon emas. Aqlinglar bor. Sizlar al-insanu hayvonun nima natiq, angliq, aql va inson sizlar. Hayvon aql va jonliq sizlar. Aql va jonliq bo'lgandan keyin Alloh shukr qilmoq. Aql chunki Alloh shukr degan gap nima qiladi? Terkun nebiyyi min el-beşer ibadetul asnami min el-hacer. Şunu anladın? İnsandan bo'lgan payg'ambarniki da'vatini tashlab qo'yib, nimadan bo'lgan? Toshdan bo'lgan butga ibodat qilgan nima demdi u? Yani eng uchuq chiqqan hamoqatlik, eng uchuq chiqqan nadonlikda bu. Aqli ma'nosi bo'lganligi deyapti. Va antum ta'lamun. Yani bu senin da'vatida annaha la takhluqu shay'an va la tarzuq. Yani birinchi ta'lamunning birinchi ma'nosi da'vatidagi ta'lamunning maf'ul sifat deydi. Yani butlarniki hech kimni yaratolmaydiganligini, hech kimga rizq berolmaydiganligini, yaratuvchining Alloh ekanligini, rizq beruvchining Alloh ekanligini bilib turib, sizlar butlarga ibodat qilmanglar, Allohga shirk keltirmanglar. Bu degan bo'ldi yoki ta'lamunning maf'ulisi nima? Matruk. Ta'lamunning maf'ulisi matruk tayyib etiladi. Yani xuddi bu ta'lamun degan nimani o'rniga biz balog'at qilib o'qigandigidek, fe'l mutaaddi nimani o'rniga tushiradi, fe'l lozimni o'rniga tushiradi. Ya'ni çünkü unikini biz qat'iy u maf'ulniki hoddasinimiz yo'q, ahamiyati yo'q bo'lsa, qat'iy ahamiyati yo'q bo'lsa, fe'l lozim, fe'l mutaaddi fe'l lozim o'rniga tushiradi. Nima deyiladi u chaqda? Ay va antum min ahli ilm. Sizlar ilm ahli degan ben aqlinglar bor odamlar. Butlarni Alloh taologa tanglash qilish degan nima? G'oyatul jahl. Ya'ni eng uchuq chiqqan nadonlik. Shuning uchun sizlar aqlinglar bor odam bo'lganligi uchun butlarni Alloh taologa hamdan qilmanglar. Vel cümletu halun biyatik ve entum ta'lamun degan cümle hal min ad-damir fi fala taj'alu. Fala taj'alu degan fala taj'alu entum degan damir. Damirdan hal, şu yani failden hal degan. Hal deganda bir hal degan ya nimadan hal bo'ladi? Faildan hal bo'ladi yoki nimadan? Maf'uldan hal bo'ladi. Bu yerga da müşahede arkadaşlar. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.